Assalomu alaykum, hurmatli Chorva House obunachilari. Do'stlar, bugungi sana 24-avgust haftani dushanba kuni. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Odil aka, yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Zo'r, Xudoga shukr. Charchavyapsizmi aka? Ha, sekin Xudo. Keling aka, har xillari bor mana bugungi. Assortimentga nima bor? Aka, simental, limuzin, rossiyskiy, mambilat, xilidan ko'p. Gibriddan tortib hammasigacha bor. Xo'p, puli bor odam bu qolaman deb niyat qilgan bo'lsa, to'ydan ustiga chiqadiganlari bor. Bor. Limuzin bor, gibrid bor, simental bor. Shunaqa. Agar sigir olaman deb niyat qilganlargacha. Yetu rossiyskiyimiz bor, mambilat bor, simental bor, yangi tuqqan ona bola simentalimiz ham bor. Gibrid ham bor. Xili bor. Mayda buzoqchalar so'raysiz. Mayda buzoqchalar aka ko'p. Sutdan chiqqanlar. Bor. Tayyor. Bunaqalari ham qilib beramiz. Bor aka. Bo'lmasa hozir birinchi etapda o'rtoqlar videodan uzoqlashmaymiz. Mana buni bir oxirgi zagon chap qo'ldi 2, mana buni 3 qilamiz edi. Bo'ldi. 4-inchisiga limuzin, g'unajin, qo'chalarini ko'rsatib beramiz. Ochib ko'ramizmi? Ko'rishinglardan oldin bir dona like bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qolinglar. O'rtoqlar mana eng zo'r joyiga keldik. Qayda bo'ling, chiqotgandan keyin olamiz. Voy mashalloh, mana bu birinchisi. Haqiqiy zo'rini so'ragan aka-ukalarimiz bo'lsa, mashalloh mana. Mana haydi, ha. Shuni yoping. Mana. Bo'ldi. Qarang. Odil aka 5 bosh shoxli simentallarimiz. Soniga 5 ta. Tarvor. Aylantiring. Yetulari. Aka yetu. Xudo xolasa 15 kun 20 kunda tug'adi hammasi. Oldima ketin tug'adi. 5 bosh soniga mana. Bizani bu birinchi partiyamiz. Ketdi, boshlandi. Birinchisi aka. Shoxli simentallar birinchi qoringa bo'g'ozlar. Mana mollar yelillash boshlagan xudo xolasa. Mana. Mollarning bo'ylarini qarang, bo'ylarini. Ichkarida kim bor? Voy mashalloh, bo'ylarini qarang. Mana qarang. Mana so'skalarini qarang. Bo'ylari aka balaligi buruq-quruq kam kelmaydi. Mana mollar yetu birinma ketin yelillayapti, ko'rasizmi? Mana. Yelin solishi boshladi xudo xolasa. 2 kurakdan ko'piniki. Birinchi qoringa bo'g'oz, yoshiga to'lib qochgan mollar. Ham vesiga kelganda qo'shgan. Bularni tuqqandan keyin ham ozib ketmaydi unchunchaga. Xo'sh, aka bu birinchi etapda 5 tasini narxlarini nech bilan qo'yamiz? Bir joyda aka 62 million 500 mingdan qo'yamiz bir joyda. Yo menga mana bu yetugini yo bunisini ber deb tanlasa, bir ikisini nari berisiga o'zgaradi. Mana ostidan ko'rsatib qo'ying, uje mollar yelillayapti. Yurig'iz-a. Mana. Ichida birinchisi mana xudo xolos tug'adi. Shoxini bir yoq shoxini usti ko'chgan. Shuni haydab yuboring bu yoqqa. Sardor. Mana. Qani yelilayapti. Yelinini olib bering shu molni. Mana aka. Mana. Uje yelilab boshladi xudo xolos mollar. O'zi yetilgan sari bilasizmi? Semental o'zini o'zi shunaqa nozik tabiatli bo'lib qoladi. Ayab qadam bosadi. Odil aka osti. Turpoq oyoqlariga botayotgandek tuyuladi. Sag'al botyapti buniki, sag'al. Ichida bittasi mana sal keyinroq tug'adi. 4 tasi uje mana oldima ketin tug'adi aka, xudo xolos. Mana. Keyinroq tug'sa ham zato aka bo'ylarini balaligi buruq-quruq baland. Vesiga ham misol uchun 700 kilo yonaveradi. Endi ani 8 kilo, 9 kilo demaymiz. 700 kilo atrofida mollar. Mana aka. Ikkita sigiri puliga kelib shu yerda 3 ta olib ketishingda ham. Shunaqa aka, qimmat 80-90 millionlik sigirda mana. Biz pulini yumshoq qilib beramiz. Bu so'ralishi. Yeb ichishiga garantiya bor. Kami bor bu yetilayotgan pullardan. Bir joyda yengil bitadi. Yengil. Bular? Ha. Hammasi yetu, kechki bo'g'oz emas. 3 oy, 4 oy kutishmaydi. So'zkalarni. Bir oyga bormay hammasi tug'ib beradi, xudo xolasa. Bularning aksariyati hammasi sut yo'nalishdagi. So'zkalarini ko'ring, mana. Bu chertib, Biz aka ichidan saralab tanlab olganmiz, yetularini tanlab oldik. Kechki bo'g'ozlarni olmadik. Bular hozir hammasi yetu. Birinchi qorin hammasi. Eng zo'ri shu sentyabri. Shu sezonga xudo xolos tug'ib beradi aka mollar. Bilasa, badanni qarang, semizligini o'zini yo'qotmaganda bular. Qarang mollarni. Tug'sa ham o'rtoqlar shundoq turaveradigan joy. Birinchisi mana shu tug'adi aka, xudo xolasa. Uje yelillab yotibdi mana. Mana ostlar. Mana osti aka. Ost qanaqa soladi deyshot. Hali bu bor yana tug'ishiga. Narxini aytdiki
Bir joyda 62,5 62 million 500 dan. Tanlab olishga ozgina plus minus bo'ladi. Bir joyda yengil beramiz, xudo xolasa. Rangi tinig'ini so'raganlar bormi? Rangi mana. Mana aka rangi. Mana. Shuning uchun aytaman, eng samimiy insondan olishinglarni tavsiya beraman. Bu joyda hozir limuzinlarni ham chiqarib Har beramiz. xilidan bor aka. Mana do'stlar, 3-partiyaga xudo xolasa semental, limuzin va gibrid yana bitta limuzin sementalimizni ko'rsatib beramiz. Agar sizga bularni maydalari kerak bo'ladigan bo'lsa, videoni o'tib yubormang. Maydalarini ham bundan keyingi partiyada chiqarib beramiz. Bundan oldingi chiqarganlarimiz hammasi sotilgan. Xo'sh, endi boshlaymiz. Masalan, menga gibrid yoqadi. Gibriddan boshlaylik. Mana bundan. Aka mana 7 oylik. Oyligi aniq, narxi 37 million. Kami bor. Savdasi bor. Biz aytgan narxga bargan hech kim olmaydi. Hamma narsa xayri barakasi bor. Toza qonli. Mana. Keyingi semental, Bu magazin emas, o'rtoqlar. Yoyma bozorsiz ham bo'ladi. Kelasiz, savdo qilasiz, olib chiqib keturasiz. Xo'sh, narxi necha bildingiz gibridda? 37 million kami bor. Bo'yini balandligi necha qo'yamiz? 125 plus. Buni. Ha. Keyin buni siz gibridga, yo Avlikol, yo Angusga solishtirmang, o'rtoqlar. Bu oldingi yil bozorimizda chempion bo'lgan buqadaga vid beradigan buqacha hozirgi kunda. Yaxshi boqadigan bo'lsangiz 1 tondan ustini bemalol Xudo xolasa aka. yukini ko'tarasiz. Mana gibrid. Shuning uchun aytaman, sementalga garishdan chachishgani bu. Mana buni nech bildingiz? Qaysi birini? Aka mana bu novot rang sementalimiz. Ichida eng kattasi shu. Mana bitta, mana bu limuzin. Narigi semental. 3 ta kattasining narxini bitta qilib aytamiz. Mana ikkita limuzin, semental. Ikkita semental aka mana. Mana. 3 ta kattaning narxini aka bir joyda Odil aka. 43 milliondan qo'yamiz. Kami bor. 43 milliondan. Ha. Qarang, semental. Semental novot rang, o'rtadagi limuzin. Limuzin shoxli. Mana. Bo'yni oldi orqa korobkalari zo'r. Mana aka, mollar. 10 oylik, 10 oy, 11 oylik aka mana uchalasi. Mana. Mana mollar. Menga atdushi zotga yaratsanglar ham bo'ladi. Ha, zotga boqaman deganlar. Mana limuzin ishqozlariga, o'rtoqlar limuzin. Toza limuzin aka, привозной. Bilasiz kim olib kelganini buni ham. Mana. Uchalasini bir joyga 43 dan kami bor. Gibrid 37 million kami bor. 37 kami bor. Shunaqa. To'rttasini bir joyga olsak, mabodo dastavkasini qatdan-qatga chiqib berasiz. Aka, to'rttasini bir joyda olsak, 162 million 12 ta viloyatga dastavkasi ichida. Savdasi bor yana. Bo'ladigani keltirib aytamiz. Hamma joyga borsangiz optimga arzonlar aylanadi. O'shaning uchun o'rtoqlar hozir uyingizda bir joyda bo'lsa ancha yengil bo'ladi to'rttalas. Bular terib olingan narsalar. Bu buqadib olinmagan. Aka 12 ta viloyatga dastavka qilib beramiz. Limuzinni qarang mana buni. Bo'yinni qarang mana. Mana buni qarang, gibridda. Mana semental aka. Mana semental. Bu uchalasi 43 milliondan, bitta gibrid 37 million. Mana bu limuzinni ko'ring, mana orqalarini. Haqiqiy mana. Ha, novot rang mana bu yoningizligini qarang. Korobkasi. Mana buni bitta orqasi so'gali bor mana. Qo'ydi. Bo'ylarini balandligini necha qo'yamiz? Mashina bo'yini balandligi 140 aka, ichida eng kattasi. Bu. Eng kichigi gibrid 125. Xo'sh, mana bu ikkalasichi. Ular ham shu 130, 125 atrofida. Zotga tayyor aka. Zotga misol boqaman deganlar bo'lsa. O'zinglar uchun mana buni ham tashab qo'yishinglarni tavsiya beraman. Ha, zo'r bo'ladi. Olinglar kam bo'lmaydi lekin. Turishini qarang. Oldi orqasi bir xil. Otlarini eslamadimi, lekin 120 millionga bermagan ukani qo'ychi bola bor edi-yu, qora. Abdurahmonda, Ko'kterak bozorlarida yuradigan, Nazarbeydagi olib chiqadigan. Sho'ro bozorida 120 million so'mga bermadilar. Gibrid edi u ham. Aka, to'rttalasi ham xudo xolasi kelajagi bor. Aytilayotgan narxlarda savdosi bor. Bittalab ham sotamiz, to'rttalab ham oladigan odamga sotaveramiz. Sifati zo'r, samigilarni olgan odam maza qiladi. Mana. G'ash. Men bilyapman, rossiyskiy bitta gibridni ko'rsatib beringlar. Mana qarang. Egan olgan odam maza qilaveradi. Sotmayman deb shuncha aytdilar. Oki yetilishini kutmaylik deb men dodamni o'zlariga murojaat qilib, men bilyapman, narigini chiqarib yuboramiz. Kichkina shoxchalari bor, hech narsa qilmaydi. Mana. Hey. Bular haqiqiy zagonni mol ekan-da. Ha, aka shunaqa. Aka, bularni yetiltirib chiqmoqchi edi o'zi. Endi mayli.
dehqon olsin, foydalansin. Xudo xolasa yetilsa, вообще ostiga sig'maydigan yelin sug'oradi bular. Sardor, cho'mon o'tib. Epli bo'lmaydi lekin. Atxam, bu yoqqa o'tsin. Mana qarang, mana rossiyskiyni qarang, turuvni. Bo'ylarini balandligi 1.60 dan plus. Mana rossiyskiy bilan mambilar. Xo'sh, mambilartingizni o'ziga baho beraylik. Bo'yini balandligi 1.60. 1.60 plus. Necha oylik bo'g'oz? 8 oylik bo'g'oz. 8 oylik bo'g'oz. Keyin rossiyskiyimiz. Xo'p. Uni ham bo'yini balandligi 1.60 dan baland plus, aniq. U ham 8 oylik bo'g'oz. Mana rossiyskiy. Ha. Bo'dani qarang. Oke, mol qilsa, kim qilsa ham bor shuni. Mazaq, baraka topadi lekin. Mana shu uchalasini. Endi gibrid, oke. 1.40 plus gibridimiz bo'yini balandligi. To'g'rimizdagi. Mana. Bu 8 oylikdan o'tgan o'sha. 8 oylikdan o'tgan, xudo xolasa. Xo'sh, narxiga keladigan bo'lsak, oke, mana rossiyskiy bilan mambilarni narxi 65 milliondan ozgina xayri bor. Gibridimizning narxi 54 million, ozgina xayriga o'tib beramiz. 54 dan siyla beramiz, yetu bo'g'oz 8 oydan o'tgan. Kallalarini qarang. Ikkalasi 65 milliondan ekan. Biri 8 oylik do'z, anonisi necha oylik? 8 oylikdan, oke. Ikkalasi ham. Ha, 8 oylik. Bitta gibrid 8 oylikdan o'tdi. Xudo xolasa birinchi gibrid tug'adi. Oke, mana. Mana. Mollarni qarang. Kichkina mollar emas, oke. Kelib, jo'yini ko'rishsin ko'z bilan. Kimdir qimmat deyishi mumkin, arzon deyishi mumkin. Lekin bunaqa qilib yetiltirganning otasiga rahmat. O'zi bo'lmaydi. Mehnat qilib qo'ygan odamning otasiga rahmat. Mana shu mollar egalari ham misol videoda ko'rayotgan bo'lsa, otasiga rahmat, shunchalik yetiltirib berganiga. Kim olsa ham xudo xolasa baraka topadi. Alloh barakasi bo'lsa, aytdimiz sizga sotmayman degan narsalarini ko'rsatib beramiz. So'skalarini ko'ryapsizmi, aka? Chiqarib ko'rsatib beradigan bo'lsak, bunaqa narx bo'lmaydi. Mana 65 milliondan hozir siyla beradigan joyi bor. Ikkalasini bir joyga dastavkasi bir joyga, oke, 12 ta viloyatga kelishamiz. Dastavkalarini. Uchalasini olishsin, yanada o'tib kelishtirib beramiz, xudo xolasa. Mana ham o'ziga boshqacha narsa. Gibrid, oke, 8 oylikdan o'tdi, yilin solishni boshladi, xudo xolasa. Birinchi shu tug'adi. Bo'yini balandligi 1.40 plus. Nariga ikkita endi katta ular. Bir xil qimmat deyish mumkin, kichkina mollar emas-ku ular, aka. Aylantiring, bitta ko'rasizmi, Odil aka? Bitta yurozing. Mana rossiyskiy kallasini o'zi bir palon milliy. Xo'sh. Mana, aka. Rossiyskiy bilan mambilarni o'zi bilgan odam biladi. Ha, mashina aka par qilib boqsa, kim bo'lsa ham vashima baraka topib boradi, xudo xolasa. Mana turishini qarang mollar. Hey. Mana. Saka. Jonivorlar mana. Bu bizani xudo xolasa ikkinchi partiyamiz. Hozir endi 4-chi partiyamiz, 3-chi partiyani ham ko'rsatamiz. Ketidan to'riniga limuzin, buqacha limuzin o'rnasidan chiqarib beramiz. Oke, uncha molga dam beraveradi mana bular. Mana oke. Xudo xolasa sigirimiz ikkinchi qoringa tuqqan. Bolasi qo'naji. 3 kun, 4-chi kun bugun xudo xolasa. Mana mol. Shu mana shu darvozadan ketaman deydi-ya, qarang kim shunaqa nasib qilar ekan. Xudo xolasa tanijoni sog', inshaalloh. Mana ostini ko'rsating, so'skalari 4talasi 4 ta joyda. Mana mol. Barakasini bersin. Kelganingizda ichlariga xohlagan buzoq olasiz, sigir olasiz, tekshiraveringlar. Bola urg'ochi aka. Og'iz ustida mana endi aridi og'izdan. Og'izda hozir 20 ta oshib beryapti. Endi xudo xolasa sut qo'shadi yana. Ona bola ishqibozlariga. Hoy. Aka, ona bola narxini kuttirmaymiz, 75 million ozgina xayri bor. Mana mol. $75 milliondan kelishtirib beradigan joylari bor do'stlar. Mol ham kichkina narsa emas. Besiga keladigan bo'lsa, necha kilo ko'rdingiz? Aka, 750 kilo kam kelmasa kerak. Ustiga chiqadi-yu. Ha. Bola sveji, yangi tuqqan. Yo'ldoshlar o'zi tushdi aka. Hozir endi shunaqangi buqacha buzoqlarni ko'rsatib beramiz. Mayda buzoqlarimiz ham bor. Voy mashalloh. Mana do'stlar. Mana buzoqlarimiz. Alloh barakasini bersin.
Xo'sh. Nechtasi limuzin bular? Aka hozir par qilib ajratib beraman. Aha. Deb turing. Mana bu Estonga Simmental gibrid. Ajrataylik shu bilan u nari gibrid Sardor. Aha. Mana oldingizdagi bilan bu. Mana gibrid, mana Estonga gibrid. O narxini yumshoq etamiz shularni. Hop. Okay. Hozir ajratib oling. Mana buni. Mana shu ikkalasi. Buni onasi Galishtin, buni onasi Eston. Hop. Ikkalasi bir joyda, aka. 34 millionga, bu yog'i Vodiy, bu yog'i Samarqandgacha dastavkasi ichida. Ichida. Ha. Buni qo'l bo'shatishga yetyapmiz. Puli yengil. Libbo joyga solishtirib ko'rsiz. Keling, ostidan ham bitta ko'rsatib yuboring mana, aka. Bitta ko'rsating shu gibridnikini. Mana Estonniki. Oq yilin oq so'sga. Uniki ham, buniki ham bir xil. Bir xil, aka. 34 million, bu yog'i Vodiy, bu yog'i Samarqandga dastavkasi ichida. 34 ga turadi. Ketdi. Bu shuni turgan joyida tursa, endi mana bular. Mana aka 5 ta. Aha. Ikkita buqacha, 3 ta g'onachi, limuzinli. Ichida bitta Simmental bor. Simmental bilan limuzin smeshinli bo'lgan. Mana o'rtadagi. Mana. Bular ham bir joyda 22 milliondan xayri bor, dastavkasi bor. Kelishamiz. 22 milliondan. 22 milliondan. 5 tasi bir joyda. Donalabga narxi boshqacha. 5 tasini bir joyga oldim deganga dastavkasi ichida qatdan-qatgacha qilib beramiz. 12 ta viloyatga. Dastavkasi. 22 dan siylab beramiz. Siylab beramiz, 12 ta viloyatga dastavka qilib beraman. Mana 5 tasi. Mana limuzin g'onajin, chekka degan limuzin g'onajin. O'rtada ikkita buqa, bitta g'onajin bor. Aylantiring bitta, ko'rasiz. Aylantiring. Bir kishi bu yoqqa o'tib tursin. Mana aka. Mana bunisi boshoq, Simmental bilan limuzinga gibrid bo'lgan. Mana bu ikkita buqacha, bu bilan bu. Mana qo'shilib ketmasin. Ya, astoydil oladigan akalarimiz bo'lsa, bundan ham kelishtirib beramiz. Bir joydan aka shunaqa 12 ta viloyatga dastavka qilib beramiz. Mana mollar. Ikkita chekkadagi g'onajin. Bu chekkadagi ikkitasi buqacha, o'rtadagi g'onajin. Ostilari zo'r. Muammo yo'q. 12 ta viloyatga dastavkasi ichida aka. Eng zo'ri 24 million, 22 millionga kech tug'ilgan Simmentalni olib o'ldirib qo'yganingizdan ko'rasiz, sutdan chiqqan tayyor limuzin buqacha g'onajilarni olishinglarni tavsiya beraman. Kepi, atalar hamma narsa yeb ichadi. Mana bir dona nemisni bolasi bor. G'onajin bu. G'onajin aka, yelini oq yelin oq so'sga. Bo'yini balandligi birdan ochiq, 1.10 atrofida. Lekin astoydil sigir qilaman deganlarga birdan ochiq shu mol. Zo'r tushadi. Shunaqa aka, katta sutli sigiri bolasi. Narxiga kelsak aka, 21 million 500 ming, ozgina xayri bor. Buni o'zini olishsa. Hamma joyga solishtirib ko'rsin. Mashina ostini keling, bitta ko'rsin nemis. Biza 68 million, 65 million, 70 million deb sigirlarni yetaklab chiqqanda onasini ololmay, bolasi bo'lsa ham boqsam, sigir qilardim degan akalarimiz bo'lsa, birinchi xonaga yengil 30-35 litr sut beradigan onajin bo'lib yetiladi. Katta bo'lsa. Shunaqa aka, xudo onasi ham shu 40 ta 45 litr sut beradigan 2-3 xorinligini bolasi. Oq yelin oq so'ska, so'skalari uzun aka. Sutli sigiri bolasi. Bu yerda go'shtga boqiladigan g'onajin bo'lmaydi aka. Yo'q, bizda yo'q, faqat naslli sut yo'nalishi. Narxi aka 21 million 500 ming. Hamma joyga solishtirib ko'rsin. Bo'ldi, shuni o'zi bilan tugadi. Yana bor. Boshqa mol yo'q, mana limuzinlar bor aka, bo'ldi mana. Bo'ylarini, balandliklarini necha qo'yamiz? Aka, bo'ylari bu birdan baland. Bu birdan baland. Shu bir nari bersa endi aniq bitta o'lchamaganmiz. Qarang. Hamma sutdan chiqib bo'lgan aka. Birdan 1.5 gacha qo'yaylik. Bo'ladi aka, shunaqasi. Ko'p qo'ymaylik, 1.5 deylik. Kamroq aytaveramiz. 1 ko'tarilsa ham. Ketaveramiz. Manzilimiz Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumani, O'rtoqlar Food City'ga juda ham yaqin joyda Ma'murjon akamizning fermalaridan Abzor qonimizni sifati zo'r, o'tkirlari yig'ilgan. Sizlarga nima kerak bo'lsa, shu dargohdan bemalol savdo qilib, ishlarni bitirib ketsanglar bo'ladi. Dastlabkidan muammo qilmanglar. Eng zo'ri stanga yo'llarida joylashgan. Chiqasiz, dastlabki muammo emas aka. Hal qilib beramiz dastlabki. Ketdi mana do'stlar. Film tugadi.